Toshkent shahar Yuqori Chirchiqda joylashgan Sholikor mahallaning orqa tomonida, Kattaqo'yli bozori yon tomonida, Food Citydan 3-4 kilometr uzoqlikda joylashgan mana shu yangi qurilib bitkazilgan uchastkamiz sotuvga chiqdi. Fasadda o'zi 20 metr, ichkariga где-то 15 metrlar atrofida. 4 ta xonali, narxi $43,000. Hozir hamma ma'lumotlarni uy egalarini so'raymiz. Assalomu alaykum Azamat aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamaysizmi? Rahmat. Omonmisiz? Qandaysiz? Yaxshimisiz? Uydagilar yaxshimi? Uchastkani sotib o'tgan ekansiz eshitdik. Ha, shu. 2,5 sotikmi? 2,5 sotik. 4 ta xonali. Tanishtiring, nimalar bor, nimalar qildingiz? Nimalar qilish kerak? O'tgan yili qurildi bu uy. O'tgan yil, ha? Yangidan noldan qurilgan uy. Ishlangish, xombish aralash, salon katalog qilindi. Tagi 80. Fundament yaxshi edi, faqat mana bu zaborlarga shlakobodda ishlatilgan. Qolgan hamma joy pishlangish, xombish aralashgan hammasi. Svet, suv, gaz hammasi bor. Bor. Yaxshi, undan muammo yo'q. Shahardan uzoq emasmi? Havo-havolar qalay? Toza havo. Hoy, juda yaxshi havo. Mana o'zim mana shu Mirobod Sarakuchida uylarimiz bor. O'shaning uchun shu maqsadda shu yoqqa ko'chib ketish maqsadi sotilyapti. Qo'ni qo'shnilar qanday? Uylantirib, to'y qilib, o'qish o'z bilasiz. Albatta, o'zbekchilikda albatta. Albatta, o'shanga shu maqsadda bir sotilyapti. Yaxshi niyatda qurilgan uy. Xudo xolasa sotamiz. Yaxshi, fayzli, barakatli uy. Xudoga shukr. Qo'shnilar qanday? Mahalla qanday? Qo'shnilarim juda ahil. A'lo. O'zbek, rus, o'zbeklarmi? O'zbek, bu yerda bir ikki ta yerda o'rislar bor. Mana bu yoqlar hammasi o'zbek, qozoqlar ham bor. Yaxshi, ahil mahalla, juda yaxshi tinch. Food City bozorning yoni, yangi qo'yliqning yoni, yangi qo'yliq orqa tomoni. Ko'rdim, yana atrofda dalalar bor ekan, qo'y. Endi bu yo'l yana 1-2 yildan keyin, 1-2 yildan yana hali bu yo'ldan yangi Toshkent kirdi-ku bu yerga. Yangi Toshkent kirdi. Shahar propiska bo'lar ekan. Xudo xolasa inshaalloh. Ha, o'zi yaqin kunlarda. muomalaga kirdi. Uy tanishtirasizmi? Ko'rishimcha bir kelinachi. Bismillahirrohmanirrohim. Mana bu nimalar? Kirib kelish zali. Zal, endi bu hol. Hol. Hol 580 ga 580. 540 bo'lsa kerak, plan bo'yicha 540 yo 550 olingan bu. Dokumentlari bor. Joyida hammasi. Mana. Hozir mana sal ko'zim nimaroq, lekin ko'rib olsangiz, mana bu hol. Kvadrat metrlari. Bunda yopmoqchi edim. Bundoq. Yopmoqchi edim, bu hol bo'lib qola qolsanda. Zo'r bo'pti, zo'r. Lekin yopilsa, bu ham отдельный xonaga kirardi. Yo, o'rtada yopilib kichkina xona, kuxnya qilmoqchi edim. O'z bilasiz endi, keng xona bo'lsin, ob-havo esib tursin degan maqsadda katta qilib yubordim. 580 mi bilmayman, qariyb 11 metr. Mana uzun. Bu yoqda 3 ta xona отдельно tushgan, raziyali. Ana nima alohida. Hammom, oshxona, tualet va tualet, hammom, mumtoz, hammasi tashqarida qilingan hozircha. Mana tashqarida hammasi tayyor. Tayyor. Otopleniyalari bor-a? Otopleniylar bor. Issiq suv, sovuq suv, gaz, svetda muammo yo'qmi? Yo'q, undan muammo yo'q. Bor-a? Svet, gaz, svetda muammo yo'q. Mana hammasi ishlab turibdi, yaxshi, shukr. Wi-Fi bor ekan. Wi-Fi bor, Wi-Fi ishlab turibdi mana. Polniy ulangan. Uy proyektini ekranga chiqarib qo'yaman, ko'rasizlar. Shu 10 da patologi. Hujjatlar joyida ekan. Xohlagan kuningizda nomingizga o'tkazib beramiz. Xohlasangiz zaklab tashlab ketasa 1-2 kunda, xohlasangiz zaklab bermasa shu kun o'zida olib-sotib qilib beramiz. Xonalar alohida, akam telefon nomini yozib beraman. Ismlar Azamat aka. Telefon qilaverasizlar. 43 ming boshlanish narxi, kami bor. Joyida gaplashamiz. Rasm bilan lokatsiyasini Telegram kanalidan olsangiz bo'ladi. Sizlar bilan Makler Akmal, profilda bundan boshqa uylar bor. Uy sotishda, uy olishga yordam beraman. Reklamalarimiz tekin. Telefon qilaverasizlar. Pastda admin nomeri, tepada uy egalari nomeri. Telefon qilaveringlar. Obuna bo'lishingizdan chiqmasin, like bosinglar. Kommentariyada siz qayerda uy qidiryapsiz, qayerda uy sotyapsiz, hammasini yozib ketavering. Biz kuzatuvchi obunachilarimiz kommentariyani o'qib, balkim siz uyingizga ham xaridor chiqib qolar.